Assalomu alaykum hurmatli kvartet jamoasining qadrli obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasa tomosha qilib turgan hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif loyihasi bo'yicha diydor ko'rishib turibmiz. Albatta bu safar uyga tashrif emas, to'yga tashrif bo'ladi. Bizning navbatdagi manzilimiz Buloqboshi tumani Rayish mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bugun bizga Davronbek akamiz, Jumagulxon opajonimiz murojaat qilgan. Bugun o'g'illariga sunnat to'y qilyapti va shu munosabat bilan onajonisiga rahmatnoma sifatida ajoyib sovg'alar yuborgan. Hozir uyga kirib onajonimizga ajoyib sovg'alar topshiramiz. Siz ham bizga mana shunday murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlar bemalol sizlar uchun xohlagan ijtimoiy tarmoqlardan yoki primoy telefon qilsanglar ham 24 soat aloqadamiz. Demak, hamma tayyor bo'lsa, biz boshladik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri, onamdir, suyanganim dil qulari. Ko'zimning nuri, onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsamas. Ko'zimning nuri, onamdir, yonginamdan hech jilmagan, allalar kunim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri, onamdir, mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri, onamdir, suyanganim dil qulari. Ey rahmat. Assalomu alaykum yaxshilar, qutlug' qadam kishilar, shodlik to'la ko'ngillar, opalar va singillar, eshon xo'jadomlalar, xursand bo'lgan bojalar, oq ro'molli onalar, oqsoqol otalar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Demak, mana bugun mana shunday fayzli koshonada katta to'y, katta shodiyona boisi mana shu yosh kichkintoylarimizning xatna to'ylari munosabati bilan yig'ilibmiz. Albatta, avvalo to'ybolalarimizga bisotimizdagi eng go'zal va ezgu tilaklarimizni tilab qolamiz. Bizga ko'pchilik hozir o'ylanayotgandir, mikrofonga chiqib gapirayotgan bolalar kimlar? Biz kvartet jamoasimiz asosan bizga musofirlar murojaat qiladi. Ana yaqinlarini mana shunday shodiyona kunni o'tkazib yuborayotgan musofirlar, biz yaqinlarini borib tabriklaymiz. Bugun esa hech qanday tug'ilgan kun emas. Bugungi shodiyona kunimizni bo'lishiga asosiy sababchi insonlar, ya'ni Davronbek akamiz hamda Jumagulxon opajonimiz bizga murojaat qildi. Bugun mana shunday shodiyona kunimiz qolaversa onajonisiga mana shu darajaga yetkazib, oq yuvib, oq tarab o'zi yemay yedirgani uchun minnatdorchilik sifatida onajonisiga ajoyib hadyalarni jo'natdi. Guldiroz qarsakiylar bilan Fotimaxon onajonimizni davramizga chorlaymiz. Qani marhamat, keling onajon. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, nabira to'ylar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Umringiz uzoq bo'lsin iloyim. Mana shunday shodiyona kunlar hayotingiz davomida bardavom bo'lsin deymiz. Mana shu marhamat Davronbek akamiz kela qoling. Jumagulxon opamiz bilan birgalikda taklif qilamiz. Albatta onajonisiga o'zlarining qo'llari bilan mana shu ajoyib guldastlarimizni topshiradi. Guldiroz qarsaklar solib turamiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Boshingda har nafas quyosh porlaydi. Duosi har damda baxtga chorlaydi. Unutma bir kaming duo yorlaydi. Yoningda duogo'y onang bor bo'lsa deydi. Albatta umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday shodiyona kunlar hayotingiz davomida bardavom bo'lsin deymiz va albatta yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Mana shu Qur'on kitob naborlarimiz. Qani marhamat Davronbek aka, albatta buni ham farzandingizning qo'lidan, nomidan topshiramiz. Qani marhamat Guldiroz qarsakiylar. Uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa mana shularni agarda bormagan bo'lsangiz haqiqiylariga borib tavo qilish, agar borgan bo'lsangiz qayta borib katta xojona bo'lib yurish nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Albatta bugun shodiyona kun videoga tasvirga olayotganlar juda ko'p qolaversa, kameramizga ham esdalik sifatida muhrlanib qoladi. Qanaqadir o'g'lingizga rahmatnomalar qolaversa, to'ybollarimizga ajoyib samimiy tilaklar, niyatlar, duolar bo'lsa bildirib qo'yasiz mikrofonga. Onajon, marhamat. Rahmat, tanjalar sog' bo'lsin. Yoningizga tortib oling-ku. Bolalar ham yaxshi o'zlariga o'xshagan esli hushli el-yurtga nafs tegadigan solih farzandlar bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. O'tgan otasini Allohim jonlarini jannatdan bo'lsin, gunohligini deysin. Amin. Tanjalar sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat onajon, sog' bo'ling, siz ham umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Xo'p, qani marhamat Davronbek aka, onajonimizga ikki og'iz chiroyli tilaklar qolaversa, farzandlarga tilaklar yana bir bora yo'llab qo'yasizlar. Marhamat. Onajon, siz ham uzoq umrlar ko'ring, hamisha baxtingiz sog' bo'ling. Ularga ham sog' salomat qilib qo'yaman. Farzandlarga ham farzandlarga tinch bo'linglar hammalar. Rahmat, katta sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani marhamat, yana tilak bildiradiganlar bormi? Qani ammajonimiz, amma keldi, ortidan hamma keldi. Albatta chiroyli tilaklar bilan davom etamiz.
Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bu xonadonda qanday insonlar o'tgan, Alloh rahmat qilsin. Qadam bosib kelgan mehmonlar hammalarini tan jonlari sog' bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Bu yerda xizmat qilayotganlar hammalari to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Jiyanlarimiz tan jonlari sog' bo'lsin. Ayami ham tan joni sog', shu bolalariga bosh bo'lib xonadonlar obod. Bunaqa to'ylardan ko'p bo'lishini Allohdan so'rayman. O'tganlarimiz Alloh rahmat qilib, qolganlarni salomat qilsin. Rahmat. Rahmat iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana tilak bildiradigan insonlar bormi? Xo'p. Davom etamiz. Albatta onajon yana bir bora tabriklaymiz. Ketib qolmay turasiz. Sababi tabriklarimiz hali davom etadi. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa mana shu to'ybollarimizni nikoh to'ylarida ham o'zingiz bosh bo'lib, duogo'y bo'lib turish nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Albatta mana shu yerda yana bir bora farzandlaringiz nomidan Rahimjon Talaboyev ijrosida ajoyib sizga atalgan tabrik qo'shig'imizni qabul qilib olasiz. Qani marhamat, davom etamiz. Goho sizning morligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. Ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon, ganimetim, omonatim, onajon. Oshno topdim, lekin do'st topmadim, oh ko'ngillik bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi, ishonganim g'amimga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimdan, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, farzand bo'lib yoningizda o'tiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, onajon. Rahmat. Iloyim barcha farzandlarni baxtiga onajonlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunday yaxshi kunlarda duogo'y bo'lib turish nasib ro'za aylagan bo'lsin. Onajon, ana endi farzandingiz bilan birgalikda davraga taklif qilamiz. Sho'x taronalar sizlar uchun marhamat. Davralarda o'ynasin onam. Davom etamiz.
gök yapar Anasının ezgisinde gök yapar Anasının ezgisinde gök yapar Ayyanım gelişinizden aylanay Sallanıp duruşunuzga baylanay Ayyanım gelişinizden aylanay Sallanıp duruşunuzga baylanay kolunda Kaldır kaldır parmakları kolunda Şıkırlayan hayranları kolunda Ah canım kalıp gittim yolunda Anasının ezgisinde gök yapar Anasının ezgisinde gök yapar Rahmat qolamiz. Albatta mana shunday shodiyona kunlar doimo bardavom bo'lsin deymiz. Xudo xohlasa onajonimizni 100 yoshli yubileylarida kelib mana shunday tabriklash nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqa fursatlar ichida sizlar bilan kvartet jamoasi bo'ldi. Rahmat. Mana do'stlar ko'rdinglar, onajonimiz chiroyli tarzda tabrikladik. Ilohim Xudo xolasa 100 yoshlarga kelsa 100 yoshli yubileylarda ham kelib yana tabriklash nasib qilsin deb qolamiz. Siz ham mana shunday bizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlar aynan sizlar uchun. Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kvartet jamoasi bo'ldi. Rahmat.